Soğuk bilezik. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar grupsi tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bilezik degan eserini anlatışını başlaymiz. Soğuk bilezik. Şunun bilen men yen hicret qilishni maqsad qildim. Chunki men bilan birga hicret qilgan 3 qarindishim chigirda qolib qolgan edi. Bo'libmi eng xatarlik yeri Xitoy bilan Birmaning chigirsining orliqida. Uning ustiga ular til bilmaydi. U sabdoshlarimni u yerda tashlab qo'yib, qandoqmi uyimda xotirjam o'tirish mumkin bo'lsin? Bu nomardning ishi edi. Vijdonim qattiq qiynalib-atdi. Shuning bilan ayolimga deb qo'ydimmi yoki demedimmi bu esimda qolmabdi. Ardın taxminan 2 hafta o'tdimikin, yolg'iz hech kimni demasdan hijrat qildim. Oldi bilan Xi'anga aeroplan bilan keldim. Uningdan keyin Kunmingga avtobus bilan keldim. Kunmingga kelgan kunim birinchi qatim hijratga manganda billa manganlar orasidagi Obul Qosim menga uchur qildi. Aka, siz nada? Anglasam qaytib kelibsiz. Ba'zi ishlardan kechirim so'rayman. Siz hozir nada? Uning qaytiribla. Sen qayerda? Men hijrat qilib mengyapman. Hozir ichkirda desam, u aka, siz nadiroq? Men nega desangiz shu yerga boray dedi. Undaq bo'lsa hech kimga dema, o'zing yolg'iz kel. Men Kunmingda. Ammo men oldimga qarab mengayveraman. Agar ta'liying bo'lsa keynimdan yetishalarsan, bo'lmay qolsa men ketaverman dedim. U shu hamon turayotgan yerdan avtobusda Urumchiga kelib, Urumchidan aeroplanga bilet topdi. Men Kunming shahrining Tianchong noyasiga kelganda u keynimdan yetdi. Men Tianchong noyasida uning bilan jam bo'ldim. Shu orliqda mana oldimizda o'ltirgan Abdulaziz degan balanimi burun bek tonimaydim. Ammo 2 qatim ko'rishgan. Bu meni yaxshi taniydi ekan. Bu bala menga uchur qildi. Amaliyotda bu balaning uchuri menda yo'q edi. Buning og'aynisi bor edi. U mening yaqin og'aynam. U o'zining og'aynisiga o'zining hijrat qilmoqchi bo'lganini uzundan beri so'zlab kelgan ekan. Shu kunimi yoki boshqa kunimi uqmayman. Mening og'aynam sen nada dedi. Men chet elga mangdim. Allohga omonat, o'zingni asra, men hijrat qilaman dedim. U turib, sen yolg'izmi dedi. Ha degandim. U to'xtab tur, bir do'stim bor. İsmi Abdulaziz. O uzundan beri yo'l izlayotgan. Shuni ilib olgan. Uning bek arzusi bor edi dedi. Men undaqda uning aloqasini menga ber dedim. Keyin u men bilan aloqa qilgandan keyin Urumchiga avtobus bilan kelib, Urumchidan bevosita Kunmingga uchadigan aeroplan biletini olibdi. Ammo Allohning taqdiri, u uchadigan kuni Urumchida qattiq bo'ronli havo bo'lib, uchalmay u yerda 2 kun turib qoldi. Biz Tianchong shahrida bir kun uni saqlab turgan bo'lsaqmi, u hech uchalmadi. Shuning bilan agar ta'liying bo'lsa kelarsan, ta'liying bo'lmasa qolarsan. Mening birdan saqlag'uchilik ahvolim yo'q. Saqlayolmayman. Shunga men chegara tarafga mang'ashtiray. Agar sen yetib kelalsan, keynimizdan kelgan dedim. Shunda qilib biz chegara tarafdagi nahiyaga keldik. Nahiyaga kelgandan keyin avtobus, mashinalar bizga qiyinchilik bo'ldimi bilmayman. Bir kun to'xtab qoldik. Undan keyin chegaraga 5 kilometr yiroqlikdagi yeziga yetib keldik. Mana bu yeziga kelgan vaqtda Abdulaziz allaburun Kunmingga kelib bo'lgan edi. Shuning bilan biz buni saqlab turishga majbur bo'lib qoldik. Biz mehmonxonada 1-2 kun saqlab turish jarayonida yiliqi 3 hamroyimning izdirkini qildim. Ammo hech qanday biror xabar olmadim. Alloh shukri Abdulazizmi yetib keldi. Endi yana 3 odam bo'ldik. Bu qitim chegirdan qandoq o'tishni, qayerdan o'tishni hammani yaxshi bilardim. Chunki ilgirki qitim u yoqdan kelguncha yoki bu yoqdan u yoqqa qaytguncha bu yerdagi odam yo'tkaydigan odam bediklarining telefon nomerlarini yozib olgan edim. Shuning bilan bizni Xitoy chegarasidan o'tgandan keyin Birma chegarasidan o'tkazib qo'ya oladigan odamlarni surishtirdim. U yerda bir Xitoy chiqdi. Bu Xitoy bizni Xitoy chegarasidan salomat Birma chegarasiga olib qo'ydiganligini aytdi. Ammo Birma chegarasiga kelganda Birma chegarasidan o'tkazib qo'ya oladiganlar bilan aloqa qilishib bera oladiganligini dedi. Biz uning bilan Xitoy chegarasidan o'tib Birma chegarasiga keldik. U yerda bir oz saqlab turgandan keyin bir odam kelib bizni mashinasiga soldi. Ondan Birma chegarasidan xotirjam o'tkazdi. Biz o chegaradan o'tgandan keyin birdan bir yerda kutib turdik. Keyin bir dala mashinasi keldi. U mashina bizga "Nega borsizlar? Bir mening qaysi o'lkasiga borsizlar?" dedi.
Biz uxmaymiz, birmi tarafga boramiz dedik. Shuning bilan u mashina bizni nurg'un chegara tekshirish punktlaridan o'tkazib, bir kun yo'l mang'andan keyin bir ko'rikka keldik. Bu ko'rik chuvitilgan ekan. Bu ko'rik birmida qurolliq ichki urushlar bo'lib, ikki o'lkaning orliqini uzib o'tish uchun buzitilgan ekan. Mashina bizni bu yerga elib kelganda to'xtab qoldik. Odamlar u yerdan bir arg'amchiga esilib minib o'talaydi ekan. Ammo uning u tarafidan boshqa mashina orqali yana bir miq borg'ili bo'ladi ekan. Shofir bizga bu yerdan o'tkazolmayman, endi mushu yerda tushib qilinglar dedi. U cho'ng daryo ekan. Bu daryoga bir arg'amchi tortib qo'yilgan ekan. Biz arg'amchiga yarmishib qiyinchilikda bu daryodan o'tdik. Daryodan o'tgandan keyin bir mashina shofirga bizda pasport yo'q, bizni bexatar bir miq olib qo'ya olamsan dedi. Shofir ma'qul dedi. Biz bu mashinaga chiqib, balkim 4-5 soat yo'l mang'andan keyin bu mashina bizni ikki chaqliq motorga uchrashtirib qo'ydi. Bu motor ikki motor edi. Bir motorga bu ikkisi mindi, yana bir motorga men mindim. Uchimiz net soat mang'animiz esimda qolmadi. Ish qilib atisi biz birmining Mejina shahrining shahar o'lkasiga taxminan soat 10larda beribdik. Shuning bilan biz qo'sqimizning och ekanligini dedik. Bu motorchilar bizni bir oshxonaga olib qo'ydi. Qarasak bu soqollar uzun, beshi sallisi bor odam ekan. Biz uni musulmon o'xshaydi debdik. Tomoq buyurdik. Tomoq kelgandan keyin biz qo'limizni yuvishimiz uchun bir tarafga qarasak, burni yug'an pilning shaklidagi but bor ekan. Biz hayron qoldik. Shuning bilan "Muslim, sen musulmonmi?" deb uniga ishorat qildik. U oshxona xo'jayini sallilik uzun soqolli odam kelib, "Yo'q, biz degan buddist. Sen musulmonmi?" dedi. Biz "Ha" desak, "Sen buni yesan bo'lmaydi. Avi tarafda musulmonlarning oshxonasi bor. Shu yerdan yegan" dedi. Ondan biz sirtga chiqdik. Sirtda qari odamlar bor ekan. O odamlar nihoyatim uruq, nihoyatim bechora edi. Uch chaqliq velosipedini o'zi tepib, jafo tortib pul topib ekan. Oshxonaning egasi harvini ko'rsatib qo'ygan edi. Biz harviga chiqdik. Uchimiz birdan mang'andan keyin bechora odam mang'almay shunday qiynalib o'tadi. Biz tushib qilib, u odamning pulini berib deb piyoda mangdik. Balkim yarim soat mangdik yoki 20 minut mangdikmi bilmayman. 4 ko'chining do'qisiga keldik. Do'qiga kelgandan keyin biz u yerda qayoqqa menishni bilolmay qoldik. Sol tarafda bir oshxona turardi. Nihoyatim hashamatlik. Balkim yiroqdan qaramoqqa u bir dachi edi. Uning viviskasida, ya'ni e'lon taxtasida halol deb xat bor ekan. Bu xatni ko'rib oshxonaga kirdik. Bu oshxonada 30 yoshlar atrofida nihoyat chiroyli bir ayol turibdi. U ayol chiroyli qora hijob bilan edi. U ayol qarmoqqa mush oshxonaning xo'jayinidek qiladi. Biz kirgandan keyin bizga tabassum qilish bilan bizni bir ustalga boshildi. Biz ustalda o'tirgandan keyin har xil tamoqlarning rasmlarini ko'rsatdi. Bizning hech bir tamoqlarni yegimiz kelmadi. Ammo qo'sqimiz och edi. Bu tamoqlar bizga bekmin notunish, qandoqmi yeyalaymiz? Oxir orasidan pologa o'xshash bir tamoqni buyurtdik. Bu tamoq oldimizga keldi. Ustida xuddi bolkalarga o'xshash pishirilgan, qoqlangan koli go'shi bor edi. Biz bu go'shga qarab ko'nglimiz boshqacha bo'ldi. Hatto yemmidik. Shuning bilan biz heliqi ayoldan so'radik, "Sen musulmonmi?" U ayol, "Ha, muslim. Namoz, yes. Yana mushundoq" dedi. Shuning bilan "Bu halolmi?" deb so'radik. U ayol, "Halol. Ashhadu an la ilaha illalloh. Muslim" deb kulib o'ziga ishorat qildi. Keynida cho'ng bir odam bor edi. Bu odam qarmoqqa beklam cho'ng, balkim 2 metr egizlikda, soqollari uzun, ammo ustida ko'ylak yo'q edi. Bu kishi bir miliqlarning kiyib olgan bir yopkisini kiyib chiqqan bo'lib, qarasak uning soqollari ho'l, hatto badanlari ho'l edi. Amdili texim munchidan chiqqan bo'lsa kerak. Bu odam bizga tabassum bilan qarab turardi. Ayolning so'zi tükkandan keyin oldimizga kelib, ustilimizda o'ltirib, "Sizlar musulmonmi?" dedi. Biz "Muslim" dedik. U ayol, "Nereden keldinglar?" dedi. Biz "Muhacir, biz hijrat qilgan" dedik. Hijrat degan edik, u "Muhacirmi?" dedi. Biz boshqa gaplarni toza bilolmadik. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nahya bihi fi 'izzatin tasmu bihi